Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Hammalar sog' salomat yuribsizlarmi? O'tgan ham hayit ayyomlar bilan tabriklab qo'yamiz. Navbatdagi ishimizni Samarqand viloyati, O'zbekiston prezident qo'yib berdik. İşimizni materiallari shu kashtan akril bilan Panjob akrilidan foydalanganmiz. Tepa qismi Panjob akril, ya'ni ikkita sloy bo'ladi. Sarofanlari, bet dizajnisi, tag qismi o'sha kashtandan turistikadan qilingan do'stlar. Hop, mana bu profilli oynalarimiz o'sha Agata Turkiyaniki bo'lgan. Yerda полностью o'sha imonni oyna uchun chiqarilgan Agata profil bo'ladi. Garantiya, hammasi garantiyali ishlarimiz. Yana bitta narsa do'stlar, mana shuni yaqinroq kelib ko'rsatib berasiz. Mana shu petlarimiz mana 3D petlar hisoblanadi bular. Bu yarimtada ham o'sha vakuumga ishlaydi bular. Ya'ni nima demoqchiman? Mana shu holatda ham o'sha vakuum ishlay oladi. Buni polni ochish shart emas. Qaysi holatda ochganingizda o'zi sekin to'xtatib oladi do'stlar. Xo'p, tepasidagi stansiyani har doimgidek o'sha rossiyskiy Kedr firmaniki 10 yil garantiyasini berishgan. Qaysi holatda bu o'sha yonlaridan suv kirmaganda 10 yil garantiyasiga ishlaydi. Tepasida bemalol o'sha pichoq ishlatsa ham bo'laveradi. Yaxshi kачественный o'sha stansiyasi hisoblanadi. Xo'p, ishimiz bir tarafi o'sha 3 metr, 4 metrga, bu tarafi 3.35 bo'lgan do'stlar. Gazli bo'linda halden rolini chiqarib tashlaganmiz. Mana bunday tepasiga shkaflarni qilib berganmiz. Bularni bonusga qo'yib berganmiz. Yana bir narsa do'stlar, mana shu vitishkasini ham bonusga qo'yib berganmiz akamizga mana. Qo'lda olib borib turib, mana bunday qilsangiz o'sha ishlay oladi. Og'irlik bilan qilasiz, o'sha o'chadi. Mana shunday holatda sensorni ishlaydi do'stlar. Nimasi mana bu yerdan yonadi. O'zini svetchasi ham bor. Xo'p. Moykalarimiz o'sha original moykalarimiz 4burchak 60 ga 45 ligini qo'yganmiz. Panoman smestителlar qo'yib berdik. Chuqurligi o'sha har doimgidek 21 sm. Dozatorlari ham bor. Moykaning atroflariga o'sha germetikalarni qo'yib o'rnatib qo'ydik do'stlar. Tepasida har doimgidek o'sha sushurkalarimiz bor. Bemalol moyka tepasidan foydalansa bo'laveradi. Bu yerlarda o'sha barqiganmiz, sababi bitta eshikka azina kattalik qilgan. Qo'qinlikda bo'yi 2.35 ligi hisobiga, agar 2.60, 2.70 bo'lsa, katta variantda qilsa ham bo'laveradi do'stlar. Mana bunday qilib, vitishkaning tepasini ham o'rab berganmiz. Gofrlargacha ko'ryapsizlar, joyiga qo'yib, mana shu svetchalarni ham tushirib berdik do'stlar. E'tibor qilgan bo'lsanglar, mana ikki chekasida ikkitadan bar qildik, yoniga o'sha oynali qildik. Oynani ko'proq qiling degan sababli chiroyli chiqadi. Shuning uchun oynali qilganmiz do'stlar. Mana bu yerda burchak qismiga ham e'tibor berasizlar do'stlar. Polkasi ham mana 1 sm kirib turibdi. Bunaqa 6, 7, 10 sm kirmagan. Sababi ko'proq narsadan foydalanish kerak. Orqa tomonlariga ham o'sha laminatlar bilan pollarni qilib, stoykalarni berib, chiroyli qilib qo'yganmiz. Sababi uzoqroq xizmat qilsin degan maqsadda do'stlar. Bu yerni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham o'sha ikkitadan polkalarni qo'yib berganmiz do'stlar. Hammasi kronkalari PVH o'sha birligidan foydalanilgan do'stlar. Xo'p, mana bu yerlarga keladigan bo'lsak, keyingina bo'lgan, buni ham olib ko'rsatib qo'yasiz. Ichlari keyingina qilib ishlaganmiz. Bu tomonni burchak qismi bemalol ichidan oladi. Yana bir narsa do'stlar, tagidagi noshkasi ham, sokili ham ko'rib turibsizlar. Akrildan qilib berganmiz. Sababi buni vaqt kelganda olib, chiqarib, ichini tozalab, yana qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Tagidagi noshkasi turetskiy ligrovka bo'ladigan qalin yaxshi noshkadan qo'yganmiz. Mana bu yerlarni ham ko'rib turibsizlar. Bu petlarimiz hammasi o'sha original petlar hisoblanadi. Oddiy petlar emas do'stlar. Buni o'zidan ligrovka qilinadi. Tepa past qilmoqchi bo'lsangiz ham mana shu yerda o'zining nimasi bor. Old orqaga chiqishiga bu yerda bor. Orqasida ikki yoniga berish uchun o'zida bemalol foydalanasiz bo'ladi. Buni ochib yopib ko'rganingizda juda ham yengil ochib yopiladi do'stlar. Xo'p, bu joyiga ham mana 40 sm lik qilib qo'yganmiz. Mana yopilishiga ham e'tibor berasizlar do'stlar. Ko'p joyda mana shu holatda tortmaydi. Mana bizda o'sha tortadi o'zi. Xo'p, pedalni qo'yib berganmiz. Pedalni ko'rib turibsizlar. Past qismi ham juda katta bo'lgan. Tepa qismiga letan qo'yib berdik. Ichi qorong'u bo'lib qolyapti deganing uchun letlariga ham qo'yib berganmiz do'stlar. İşte o'zinglar ko'rib turibsizlar, xudo xolisa mana yishilkalargacha hamma narsasini qo'yib berdik, kafelarga ishtirib berganmiz do'stlar. Tepasiga kandizlarni ham o'rnatib qo'ydik. Kimga shunaqa oshxona mebellari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqishinglar mumkin.
Hop, WhatsApp, Telegram hammasi shu nomerlarda bor do'stlar. Uzoq yaqinda yurgan aka-ukalar, opa-singillar xotirjam telefon qilib aloqaga chiqsanglar, 20 kundan 25 kun ichida hozirgi kunda tayyorlab joylarga olib borib o'rnatib beramiz. Bizda razmer olish, uстановка hammasi besplatniy do'stlar. Joylarga borib, ancha-muncha kamko'slarni ham chotki qilib qo'yib beramiz. Maqsad sizlarni rozi qilib, keyin pullarni olib chiqib ketamiz, xudo xolasa. Hop, ishimiz o'ziga 10 yil garantiyasi bor, 3 yil bepul servis xizmati ham shuning ichiga kiradi do'stlar. Demak, sizlar bilan Yevromebel bo'ldi. Ya'ni YouTube orqali ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.